Hammaga assalomu alaykum. Bu mening YouTube kanalim. Instagramdagi va Telegramdagi cringe videolarga biz o'zimizning reaksiyamizni bildiramiz. Obuna bo'ling, like bosing va kommentariy yozib qoldiring izohlarda. Undan tashqari o'zimning Instagram profilimni va Telegram kanalimni opisiya tagiga qoldiraman. Kirib bemalol obuna bo'lib qo'yishlaringiz mumkin. Qani bo'lmasa boshladik. Bu dunyo bir mayxona, sog'lar undan begona. Bir piyola ishqin, yurak bo'ldi g'amxona. Bu dunyo bir mayxona. Hozirgi opalar hayratda. Bu dunyo mayxona emas, jinnixona. Astag'firulloh, astag'firulloh. Kim bu bo'ldi bu mamaqaym? Yig' bile. Iftat bo'lamiz Sumbulog' avjida. Zotingga o'tishsin hezalikda to'ppa-to'g'ri. Bunaqalar ko'payib ketyapti, bunaqalar. Yomon xayolga bormanglar, kut bo'lsa kerak. Tishsiz bo'rida, tishsiz bo'ri. U bilmaydi kechdi dunyo. Ana, Realda futbolchisi. Bile. Olardek o'rnidan yo'llab insonlar bo'lmaydi tengi ham ozor ko'rma deya yuridan yon bo'l. Love story o'ylayaptimi bular? Nima bu? Bir-biriga tishkari qarab. Unutolmay kechdim o'zimdan. To'ylarda videochilar shunday qiladi. Kelinga olib chiqqanda kelinga qayqalargadir qaratib qo'yadi. Kostyumchamni ishlatib qo'yib. Yig' bile. O'zicha romantika qilyapti bular. Davomi 5 mingtalikdan keyin debdi mana shu profil egasi. Nima bo'lar ekan a? Fikrlaring kommentariy yozib ketinglar-chi. Chap ko'zimga yosh keldi debdi. Yo'q, chiqmasin iltimos debdi. Azoblashma va Andijon nima kontent chiqaryapti, nima qanaqa nima qilyapti? U foydalimi, poliznimi, bespoliznimi bularga вообще farqi yo'q. Assalomu alaykum. Dars o'taman jismoniy tarbiyadan, karate. 100 taga yaqin bolalar bor, shogirdlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahri. Asosan o'g'il bolalar ko'proq qiziqadi. Men akam o'zi ekanmi? 20. Hozirda chempionlar Aka nima u bilet kontent bu nima turish? chiqaryapman. Молодец. O'zim ham birinchidan qora belbog' sohibiman. Shu qizalliklarda prosmotr yig'arganda akam. 5 karra O'zbekiston chempioniman. Assalomu alaykum. Butun Sirdaryo nomidan uzr so'rayman. Qora belbog', qorin belbog'. Sportsmen shogirdlar emas, raqqos shogirdlar bo'ladimi deyman. Hamma biladi. Kommentariy yozayotgan odam ancha umniy. Taksistku bu debdi. Yo, taksist ekanligida ustidan kulmayapman. Prosta qanaqadir odam asl yuzini ko'rsatish kerak-da. Ijtimoiy tarmoqlarda ham, hayotda ham. O'zi nimadirdir yasab olib gapirish bilinadi, oshkor bo'ladi. Qomatning xabari yo'q ekan sportchilikdan. Qora belbog' X qora qorin deb qo'ydi. Sevgidan kiygan chiya bo'ri. Zachim tak biling. Meni eslab yursin ayting mashhur bo'ldi yaring kimsiz qolganini ko'rsin qayt. Tabriklaymiz, O'zbekistonda yana bitta dalboyib ko'paydi. Aniq, bu nima bu? Bunday qilib turib yurakchalar. Yo, men negativ fikr bildirmoqchi emasman. Prosta nima maqsadda, shu foydasi bormi? Ma'noli maqsaddami? Video qo'yishga qo'ydingiz, endi kommentni bizga qo'yib bering debdi. Endi toshni yomg'ir yog'adi kechqurun ko'rpasida, siyib qo'ya bola. Shu olovda yonib ketsaydi xalqqa osh tarqatardim. Birodar, siz birovga o'lim tilamang unaqa. Otang ko'rsataradi benzin uchun. Конечно. Haromi benzinni nima qilding deb. Dada, sevgimni izhor qilmoqchi edim deb Instagramga sizni va o'zimni nomusimni, orimni sharmanda qilish uchun video oldim deb. Eshitdinglarmi? Toshkent viloyatida Toshkent shahrida Ha, mana shu bola
bitta bolada gul olibdimi? Bu bola emas, bu qiz bolada endi. Bu qizlar, ayollar bu sizlar saflaringlar. Testosteronni minshi bilan. bir bola erga tegyapti ekan. Bu videoga like bosib hamma Ha, erga tegyapman, mana gul oldim, ko'tlanki bo'lsin deb video qiluvdi. hammaga tarqatib yuboramiz. Albatta kommentariy fikringizni qoldiring. Men yerga tegib olman. Ish bilan. Opani niyati bilsam mana bunaqa ekan. Borib men Farg'onaga bas o'ldirmoqchi ekan. Bu qancha megajon. Xudo urgani yetadi seni. Birov urishi shart emas. Tavba qildim. Men hamilaman, urishyapti, yuribsizlar, tavba qildim. Shunaqa nijniy bo'lganidan keyin nima qilsin? Hammani isnodga qo'yib, butun O'zbekistonda. Fikrlaring kommentariy yozib ketinglar, nima qilarlar shu bola oldilaridan chiqsa. Nimaga shunaqa bo'lyapti? Oxirgi vaqt meni Instagramda mana shunaqa nijniy bolalar cringe bo'lib chiqib qolyapti. Juda ko'payib ketishdi bular. Mana ikkita voyaga yetmagan bola, soch X, qo'yni juni, pitichka. Anna maqsad aka, hali yaqinda tug'ilgan bo'lsa, 2015, 2016 o'zim karantinda tug'ilgan bo'lsa kerak bu ikkalasi ham. O'ng ko'zimga yosh keldi. Boya bittasi chap ko'zimga degandi. Shu bolani ham sevgan qizi bor-da, endi hay bu prosta Instagram uchundir bilmayman, lekin shu bolani ham sevgan qizi bor. 2002lar. Hech kimi yo'q. Yetimchada yuribmiz bizlar ham. Na sevgan qizimiz bor, na xotin bor. Yosh bir bola chaqning sevgani bor ey. Gap yo'q, молодец. Yaşayırsız varabiskoy bratva. Siz zalatoy bratva. Siz kiritoy. Nimaga shunaqa mana shu o'zimizda ayniqsa men boshqa davlatlarda kuzataman, ko'raman, tanish bilishlarim bor. Bunaqalar yo'q-da. Bunaqa stil bu nima bu obrazmi yoki bu bunaqa status beradimi odamga? Bitta mejika kiyib ketdi. Bu bola ham Rossiyada. Menimcha. Chunki orqa fonchasidan bilaman-da. Ha, aytdimmi mana Peteorishgacha yo Dixicha Peteorishgacha. Red Bull chanoq olgan. Siz juda apasni odam ekansiz. Hurmat qilsam, xuyet qilman. Jonim, yo biring bilan aytarib qo'yaman. Astagfirullah. Gilikni egachasi kelsa qochasiz zipillab yo o'zingizga reklamacha qilasiz. O'zi ustingizda bir normal qiz bola, o'zbek qizimizdan, O'zbekistonda shunaqa bo'lib ketdim hamma. Bunaqa yurishingizga erisinlamidi? Erim bo'shaydi deding? Hozir yo'q. Hozir. Sizgacha gapdimi? Hop, 5 ming to'qas bir oyda. Bir oyda 70 ming, 80 ming ko'kida. 70 ming, 80 ming ko'kida. Ha yo'q, 70 ming, 80 ming ko'kida. Gapiradigan zavodingizda ish yo'qmi to'nmiga? Hatto bu suv sepib turardi. Mana shu biradligi yomon qiladi, lekin hammani ustiga yomon qilib qotyapti. Birad mayli, ijozingizga omad aka. Somzoningizga ishonch yo'q-da, o'zi zo'ra katta qilyapman to'ymingni. Aylanib keting. Nima qilasiz shuncha pulni odamlar umid yillab ishlaydi. Voy, kiyishimni ko'rmayapsiz. Yoki normal bukitlardan kiyinaman. Voy malades, ama kiyinishingizga samniyna yo'q. Axlat qopiga bitta bo'xti solib qo'ygan deb turibsiz ko'z tegmasi. Mashinalaringiz ham bor. Da, mashina bor, Antunes bor, BMW gelitlar. Bayda qizlar ishlataman, u yoqdan Shahvolingizgami? Bosh ibodat, past hijolat. keladi. Katta somsaxonalarda maqtab yurgan qizing shumi? Ag'irt mamar o'zi ekan-ku, mana qara kimlar bilan yuribsan sen? Sizga o'zi qanaqa bolalar yoqadi? O'zbeklar yoqadimi? Yo, o'zbeklar yoqmaydi, negrlar yoqadi. O'zbeklar yoqmaydi, negrlar yoqadi emish. Sani birinchidan otang o'zbek, onang g'irt o'zbek. Bo'lsa otang tashlab ketgan sizlarni. Chunki otasi bor uyda bunaqa tarbiya ko'rilmaydi. Ota, dada, baribir hayiqadi qiz bola, qo'rqadi. Akasi, ukasi bor oilalarda qiz bola baribir qo'rqadi bunaqa video qilish, bunaqa sigaret chekib, og'zidan adi chiqib, badi kirib, nima bunaqa
o'zingni va ota-onangni yuzini yerga qaratishmi butun O'zbekistonga? Mayli, o'zimiznikilar yozishadi, esidan chiqarib yuboradi bunaqalar, lekin niday butun dunyoga tarqalib ketsa, O'zbekiston, o'zbek deganda mana shunaqalar xayolga kelib qolmaydimi? Fikrlaringni izohlarda yozib qoldiringlar.